Hurmatli o'quvchilar, hop Reactda routerda o'rganishda davom etamiz. Mana bu bizda o'sha kelib qolgan holatimiz. Ba'zida bo'ladi. O'zlaring ham shunday holatga duch kelgansizlar. Foydalanuvchi umuman hali yo'q bo'lgan URLlarga kirib ketishi mumkin. Mana masalan, hozir bizda contacts degan URL manzili yo'q. Veb-saytimizda shunaqa holatlar bo'ladi. Paydo bo'lib qolamiz. Mana bu faqat bu yerda yozishi ham shart emas. Umuman qanaqadir havolalar bo'ladi, havola bo'ladi, lekin u URL o'sha havolada bo'lgani bilan noto'g'ri bo'lishi mumkin yoki o'sha sahifa olib tashlangan bo'lishi mumkin. Kiradi, foydalanuvchi kirsa, mana bunaqa sahifa paydo bo'lib qoladi. Ya'ni 404 xatolik not found yo'q, ya'ni unday manzil yo'q degan xatolik. Sizlar bunga duch kelgansizlar. Veb-saytlarga kirganda shunaqa holatlar bo'lib turadi. Not found page deydi, ya'ni u sahifa topilmadi degan xatolik. Biz dasturchi o'laroq o'sha veb applikatsiyalar qilayotganimizda albatta mana shunday xato holatlarini ham handle qilishni, ya'ni chiroyli qilib nima desam, hal qilishni o'rganishimiz kerak. Masalan, hozir aytishlaring mumkin, nima muammo, mana chiqib turibdi-yu sahifa, aytib turibdi unexpected application error, not found error deyishlaring mumkin. Bu masalan bitta sababi bu unday chiroyli emas, nima deydi, chiroyli emas birinchidan. Ikkinchidan, bu masalan foydalanuvchi shu joyga kirib qoldi. Keyin o'sha orqaga yo'l ko'rsatadigan biron bir tugma, boshqa narsa yo'q. Keyin o'zi ham mana bu yerda aytib turibdi, you can provide a better UX than this when your app throws errors. Xullas, biz senga buni qilib berdik, lekin sen bundan ko'ra chiroyliroq qilsang bo'ladi deb yozib qo'yibdi. Ko'p applikatsiyalar qilayotganlaringda albatta sizlar uni chiroyli qilib nima deydi, CSS bilan chiroyli qilib yasaysizlar. Ana shunday paytlarda sizlarga o'z-o'zidan o'z ehtiyoj paydo bo'ladi. Error page ni qilib qo'yish kerak. Bu odat har doim error page alohida bitta komponent qilib, bitta sahifa qilib yasab qo'yiladi. Shunaqa holatlar uchun, mana shunday xato ketib qolgan holatlarda ko'rsatish uchun. Demak, bu muhim narsalardan biri. Xo'p, bu degani biz o'sha error page ni yasashimiz kerak. Pagesga o'tamiz. Error deb qo'yaylik. Kimdir 404 deb nomlaydi. Mana bunaqa 404 deb nomlash ham odat bo'lgan. Yoki not found page deb nomlashadi yoki error page deyishadi. Men error page deb nomlayman. JSX CPS error page. Xo'p, men juda sodda qilaman, keyin o'zlaring qolganini rivojlantirib ketaversalaring bo'ladi. H1 404 not found deb qo'yay. Yoki page doesn't exist deb yozib qo'yay. Doesn't exist deb yozaylik. Xo'p, keyin yana shu boya aytganimdek odat bo'lgan, mana foydalanuvchiga birinchi bo'lib ma'lumot beramiz, bu qanaqa xato ekanligini, keyin unga bir imkon berishimiz kerak, shu qayta nimaga chiqishga, nima deydi, bor sahifaga o'tishga imkon berib qo'yilish ham bu odatga aylangan. Link page qo'yib, link page debman. Link qo'yib, masalan, bunday qilib qo'ysak bo'ladi. To deb turib, home ga chiqarib yuborsin masalan. Return back to home page deb yozib qo'yay. Ya'ni foydalanuvchi keyin bemalol shu yerdan chiqib ketish imkoni bo'lishi kerak. Mana error page ni oddiy ko'rinishda yasab oldim. Bezab CSS qilib o'tirmadim. Uni o'zlaring qilsalaring bo'ladi. Endi buni qayerga qo'yamiz? Error page ni qayerga qo'yamiz degan savol bor. Error page ni mana bu root komponentga root nima deydi? Eng yuqoridagi mana bu root komponenti turgan joyga qo'yishimiz kerak.
ya'ni o'sha applikatsiyamizni ildiziga qo'yishimiz kerak, eng yuqori joyiga qo'yishimiz kerak. Nimaga desalaring, foydalanuvchini agar mana bu pastga qo'ysak bo'lmaydi, bu faqat shu yerda xatoliklar tutadigan bo'lib qoladi. Eng tepaga qo'ysak, xatoliklar, pastdagi xatoliklar ham sekin sekin sakrab tepaga chiqadida. O'shaning uchun eng yuqoriga qo'yish odat bo'lgan. Xo'p, mana shu eng yuqoridagi nimamizga, rautimizga mana bunaqa o'zini error element degan xususiyati bo'ladi. O'shanga qiymat qilib error page'imizni beramiz. Mana. Keyin virgul qo'yib qo'yamiz. Shunda ertaga foydalanuvchi yo mana bu rautdan turib, yo bu rautdan turib, yo bu rautdan turib yoki mana shu rautni o'zidan turib qayergadir biron bir xato nimaga o'tib ketib qolsa, router biladi, xatoga chiqib ketdi deydida, error element bormi yo'qmi qaraydi. Error element bor bo'lsa, mana shu error page'ni chiqaradi. Agar bo'lmasa, keyin o'zini mana bu shu paytgacha turgan mana bu page'ini chiqarib yuboradi. Tushunarlariga? Demak, ko'ramiz, endi ishlatib ko'ramiz. Yana bitta yangilab olaylik. Mana ko'ryapsizlar, endi o'zimiz yasagan error page chiqib turibdi. Mana ma'lumot beryapti. Keyin mana orqaga qaytarish imkonini qo'yib qo'ydik. Mana orqaga qaytyapti. Keyin qolganini o'zlaring chiroyli qilib CSSda chiroyli qilib ko'rsatish imkoniyati ham bor. Demak, shu error page qilish bizga shu imkoniyatlarni beradi va albatta error page qilishga odatlanish kerak. Umuman havolani yasayotganlaringda mana shunday birinchi root elementni yasab olgandan keyin albatta error page'ni ham yasab qo'yinglar. Oldindan chiroyli qilib yasab qo'yinglar. Shunaqa odatga aylangan, shunday qilib ishlanadi.